Voronezh shahri ommaviy tarzda dronlar hujumiga uchramoqda. Dunyoda harakat davom etmoqda. AQSh Suriyaga zarba berdi. Tramp esa Eron rejimini ochiq tahdid qildi. Eron AQShga jiddiy signal yubordi. Erondagi norozilik namoyishlari mamlakatdagi 185 ta shaharni qamrab oldi. Bularning barchasini video davomida to'liq yoritib beramiz. Eng muhim va qiziqarli yangiliklar video davomida. Isroil va Hamas G'azodagi janglarni tiklashi mumkin. Tramp Eronga zarba berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Kurd jangchilari va tinch aholi bir necha kunlik to'qnashuvlardan so'ng Halabni tark etdi. Ramzan Qodirovning buyragi ishlamay qolgan. Kreml Chechenistonga yangi rahbar izlamoqda. Solovyov Markaziy Osiyo va Armanistonda maxsus harbiy amaliyot o'tkazishga chaqirdi. Ukraina qurolli kuchlari Kaspiy dengizidagi Rossiyaga tegishli neft burg'ulash qurilmalariga zarbalar berdi. Aziz do'stlar, quyida shu haqda videoga like bosing va izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. AQSh Suriyaga zarba berdi. Tramp esa Eron rejimini ochiq tahdid qildi. AQSh harbiy kuchlari Suriya hududida Islomiy davlat terrorchi guruhiga qarshi havo zarbalarini amalga oshirdi. Bu haqda Fox News manbalariga tayanib xabar bermoqda. AQSh markaziy qo'mondonligi CENTCOM zarbalar aks etgan videolarni ham namoyish qildi. Al Arabiya ma'lum qilishicha, amerikalik jangovar samolyotlar 35 ta nishonga aniq zarba bergan. Rasmiylarga ko'ra, bu hujumlar o'tgan oy Suriyada Iowa shtati Milliy gvardiyasining 2 askari va ularning amerikalik tarjimoni o'ldirilgani uchun javob chorasidir. Shu bilan birga AQShdagi ichki siyosiy bayonotlar ham keskinlashdi. Donald Trump Eronda davom etayotgan namoyishlar fonida chiqish qilib, Islom Respublikasi ozodlikka intilayotganini, AQSh esa eronliklarga yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Respublikachi senator Lindsey Graham esa Eron xalqiga murojaat qilib, Oyatulloh rejimiga qarshi kurashda g'alaba qozonishga chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, sizning uzoq davom etgan qo'rqinchli tushingiz yaqin orada yakunlanadi. Qiziq jihati shundaki, AQShda shunday norasmiy kuzatuv ham bor. Pentagon Pizza indeksi oxirgi 1 soat ichida Pentagon atrofida joylashgan ritseriyalarda buyurtmalar keskin oshgani qayd etildi. AQSh Eronga hujum qilgan taqdirda Tehron Isroil va Amerika harbiy bazalarini qonuniy nishonlar sifatida ko'radi va ularni nishonga oladi. Bu haqda Reuters Eron parlamenti spikeri Muhammad Qobilovga asoslanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Isroil namoyishchilarni qo'llab-quvvatlash uchun AQShning Eronga har qanday aralashuviga qarshi yuqori darajada hushyor turibdi. Manbalar bu yuqori tayyorgarlik nimani anglatishini aniqlamadi. Iyun oyida Isroil va Eron 12 kun davomida jang qildi. Bu vaqt ichida AQSh Isroilga qo'shilib, havo hujumlarini amalga oshirdi. Eronda norozilik namoyishlari dekabr oyi oxirida milliy valyutaning qulashi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli boshlandi. Namoyishchilar rejimni o'zgartirishni va 1979-yilda ag'darilgan shohning o'g'li Rizo Pahlaviyning taxtga o'tirishini talab qilmoqda. Time jurnali kamida 217 kishining o'limini xabar qildi. AQSh prezidenti Tramp namoyishchilarni otib o'ldirgani uchun qasos sifatida mamlakatga hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, AQSh rasmiylari Eronga ehtimoliy hujum haqida dastlabki muzokaralar olib borishgan. Erondagi norozilik namoyishlari mamlakatdagi 185 ta shaharni qamrab oldi, deb yozmoqda CNN. RT 14 kundan beri davom etayotgan namoyishning asosiy ma'lumotlarini to'pladi. Turli huquq himoyachilarining ma'lumotlariga ko'ra, 78 dan 116 kishigacha halok bo'ldi. Xrana tashkiloti 2,6 mingdan ortiq qo'lga olinganlar haqida xabar bermoqda. Tasnim avvalroq Fors viloyatida xavfsizlik xizmatining 6 nafar xodimi halok bo'lganini xabar qilgandi. 120 dan ortiq huquq-tartibot xodimlari yaralangan. Namoyishlar fonida Eronda 3-sutkadirki, internet yo'q. Isroil va Eron Hamas harakati G'azo sektorida jangovar harakatlarni qayta boshlashga tayyorlanmoqda. Bu haqda Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylariga tayanib, The Wall Street Journal xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Hamas AQSh prezidenti Trampning tinchlik rejasi doirasida tuzilgan kelishuvga qaramay, qurolsizlanishdan bosh tortmoqda. Shu sababli Isroil armiyasi falastinliklar istiqomat qiladigan qirg'oq hududida
yangi quruqlikdagi harbiy operatsiya o'tkazish rejasini ishlab chiqqan. O'z navbatida Hamas harakati urush paytida yo'qotilgan harbiy salohiyatini tiklamoqda. Gap vayron bo'lgan tunnel infratuzilmasini ta'mirlash haqida bormoqda. Hamas moliyaviy mablag'lar olib, a'zolariga muntazam to'lovlarni qayta yo'lga qo'ygani ta'kidlandi. Shunga qaramay, Hamas G'azodan tashqarida yangi qo'mondon saylanganidan so'ng qurolsizlanish masalasidagi pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin. Nomzodlar orasida qurolsizlanishga qarshi bo'lgan Halil al-Hayya, shuningdek, nisbatan mo'tadil qarashlar bilan tanilgan Xolid Mash'al ham bor. AQSh prezidenti Tramp norozilik namoyishlari bostirilishi fonida Eronga qarshi ehtimoliy hujum variantlarini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda rasmiylarga tayanib, The New York Times xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Tramp zarbalar berishni ma'qullash masalasiga jiddiy yondashmoqda. So'nggi kunlarda prezidentga Eronga qarshi harbiy harakatlarning yangi variantlari taqdim etilgan. Ular orasidagi Tehrondagi harbiy bo'lmagan obyektlarga zarba berish ehtimoli ham bor. AQSh prezidenti hozircha yakuniy qarorga kelmagan. Biroq ushbu variantlarga jiddiy qaramoqda. Bir necha kun davom etgan qonli to'qnashuvlardan so'ng kurdlarning Suriya demokratik kuchlari Halab shahrini tark etdi. Saudiya Arabistonining davlatga qarashli Ixbariya telekanali xabariga ko'ra, sulh hududdan tinch aholi va jangchilarni evakuatsiya qilish imkonini bergan. Halabning Shayx Maqsud va Ashrafiya mahallalari 2012-yildan buyon kurdlar nazoratida edi. Endilikda etnik ozchilik vakillari mamlakatning shimoli-sharqiga borib, yarim avtonomiyadagi millatdoshlariga qo'shiladi. Sulh haqida SDF qo'mondoni Mazlum Abdiy o'zining X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Xalqaro tomonlar vositachiligi bilan o't ochishni to'xtatishga olib keladigan sulhga erishildi. Ushbu kelishuv doirasida jasadlar, yaradorlar, qamalda qolgan tinch aholi, Ashrafiya hamda Shayx Maqsud mahallalaridagi jangchilar Suriyaning shimoli va sharqiga xavfsiz olib chiqilishi ta'minlanadi. Vositachilardan va'dalarni bajarib, qonunbuzarliklarni to'xtatish hamda ko'chirilganlarning uylariga xavfsiz qaytishini ta'minlash yo'lida harakat qilishlarini so'raymiz, degan u. Bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuvlar Suriyani birlashtirishga urinayotgan muvaqqat prezident Ahmad Shara uchun navbatdagi sinov bo'ldi. Suriya demokratik kuchlari esa Damashq va Anqaraning oshib borayotgan bosimiga qaramay, yangi hukumatni tan olishni istamayapti. Reuters agentligining xabar berishicha, Suriya harbiylari tinch aholini avtobuslarga joylashtirib, vaqtinchalik boshpanalarga olib ketishgan. To'qnashuvlar oqibatida bir haftada 140 ming kishi o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Halab sog'liqni saqlash boshqarmasining ma'lum qilishicha, 23 kishi halok bo'lgan, yana 104 nafar suriyalik jarohatlangan. Ular orasida askarlar ham, tinch aholi vakillari ham bor. Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning sog'lig'i keskin yomonlashib, buyragi faoliyatdan to'xtagan. Shu bois u hozir dializ muolajasidan foydalanmoqda. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasidagi manbasiga tayanib, Ukrinforum xabar berdi. Agentlik manbasiga ko'ra, shifokorlar Qodirovning holati yaxshilanishiga umid bildirmagan. Xabarda aytilishicha, Checheniston rahbari hozir o'zining shaxsiy shifoxonasida davolanmoqda. Qodirovni ko'rish uchun oila a'zolari, shuningdek, boshqa davlatlarda yashaydigan qarindoshlari kelgan. Ukrinforum manbalariga ko'ra, Qodirovning sog'lig'i yomonlashgan bir vaqtda Kreml koridorlarida muhokamalar kuchaygan. Putinga yaqin mulozimlar respublikaga yangi rahbar tayinlash masalasini ko'rib chiqyapti. Nomzodlar orasida Checheniston parlamenti raisi Magomed Daudov, Ahmad maxsus bo'linmasi qo'mondoni Abdi Alodinov hamda Ramzan Qodirovning to'ng'ich o'g'li Ahmad Qodirovlar ham bor. Ramzan Qodirov 20 yashar o'g'lini Checheniston hukumati raisining o'rinbosari vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan. Shu bilan birga u respublika sport vaziri lavozimini ham saqlab qolgan. Yosh Qodirov bundan tashqari Grozniy shahrining faxriy fuqarosi unvoni va respublikaning oliy mukofoti bo'lmish Ahmad Qodirov ordeni bilan taqdirlangan. Rossiyalik teleboshlovchi Vladimir Solovyov Armaniston hamda Markaziy Osiyo Rossiya uchun Suriya va Venesueladan ko'ra ancha muhim ekanini ta'kidlab, ularni yo'qotish Moskva uchun ulkan muammo bo'lishini aytdi. Jurnalist bu hududlarda ham Ukrainada bo'lgani kabi maxsus harbiy operatsiya o'tkazishga chaqirdi.
O'z maqsad va vazifalarimizni juda aniq shakllantirishimiz kerak. Ochiq aytishimiz lozim. O'yinlar tugadi. Xalqaro huquq ham, xalqaro tartib ham biz uchun ahamiyatsiz. Agar milliy xavfsizligimiz uchun Ukraina hududida maxsus harbiy operatsiyani boshlash zarur bo'lgan bo'lsa, xuddi shu mulohazalardan kelib chiqib, nima uchun biz o'z ta'sir zonamizdagi boshqa hududlarda ham maxsus harbiy operatsiyalarni boshlay olmasligimiz kerak, degan u. Boshlovchi bu so'zlarni Solovyov Live dasturida aytdi. Uning fikricha, Rossiya o'z tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida yaqin xorij hududlariga e'tibor qaratishi zarur. Jurnalist, shuningdek, Armanistondagi jarayonlar, Moskva uchun Venesueladan sodir bo'layotgan voqealardan ancha og'riqliroq ekanini ta'kidlab, bu mamlakatni yo'qotish Rossiya uchun ulkan muammo bo'lishini ta'kidladi. Solovyov bundan tashqari Markaziy Osiyoni bizning Osiyo deb atab, mintaqadagi yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar Rossiya milliy xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirishini iddao qildi. Jurnalist o'z chiqishida Rossiya rahbariyatini xalqaro huquq va xalqaro tartib masalalarini e'tiborsiz qoldirishga chaqirib, o'z milliy doktrinamizni shakllantirib, aniq aytishimiz kerakdir. Ta'sir zonamiz qayerlargacha cho'ziladi. Shunda hammasi ravshan bo'ladi. Hammasi tushunarli bo'ladi. Cho'chqalarga marvarid sochishni to'xtatishimiz va Yevropada nima deb o'ylashlarining bizga farqi yo'qligini ochiq aytishimiz kerak, degan Solovyov. U shuningdek, Rossiya ukrainaliklarga nisbatan shafqat qilishni to'xtatish kerakligini ham ta'kidladi. Kaspiy dengizida Lukoil korporatsiyasiga tegishli 3 ta burg'ulash qurilmasi, Filanovskiy, Yuriy Karchagin va Valeriy Grayfer nomidagi obyektlar nishonga olindi, deyiladi Ukrainalik harbiylar bayonotida. Ukraina qurolli kuchlari hujum qanday vositalar bilan amalga oshirilganiga aniqlik kiritmadi. Yetkazilgan zarar ko'lami hozircha noma'lum. Avvalroq Rossiya Mudofaa vazirligi Kaspiy dengizi ustida 7 ta Ukraina dronini urib tushirgani haqida xabar bergan edi. Rossiyaning Voronezh shahrida vaziyat keskin. Shahar hududiga uchuvchisiz uchish apparatlari tomonidan ommaviy hujum uyushtirilgan. Mahalliy manbalarga ko'ra, shaharning turli qismlarida 20 dan ortiq portlash ovozi eshitilgan. Rossiyaning ayrim Telegram kanallari davlat propagandisti Vladimir Solovyovni keskin tanqid qilmoqda. Dron zarbasi berilgan payt u jonli efirda Venesueladagi voqealarni muhokama qilayotgan bo'lgan. Ammo Voronejda dronlar zarbasi haqida bir og'iz ham gapirmagani norozilikka sabab bo'ldi. Shuningdek, kanallar qattiq savol qo'ymoqda. Ayni paytda rasmiy idoralar tomonidan halok bo'lganlar yoki jabrlanganlar haqida aniq ma'lumot berilmagan. Hujum oqibatlari o'rganilmoqda. Shaharda havo himoyasi kuchaytirilgan.